Tish olish yoki boshqa jarrohlik muolajalaridan keyingi tavsiyalar. Tish olingandan keyin asosiy tushunishimiz kerak bo'lgan narsa ildizni o'rni qon laxtagi bilan to'ladi va o'sha qon laxtagi bizni tish olingan sohamizni yaxshi bitishini, samaradorligini ta'minlab beradigan juda ham muhim omil hisoblanadi. Muolajadan keyin tishni o'rniga steril bint qo'yiladi. Steril bintni yarim soatdan keyin olib tashlanadi. Muolajadan so'ng 2-3 soat yeb ichish taqiqlanadi. Aksariyat hollarda tish olingandan keyin qattiq og'riq kuzatilmaydi, ammo og'riq bo'lsa, og'riq qoldiradigan dori vositalar tavsiya qilinadi. Eng xavfsizi, agar allergiya yoki boshqa oshqozon ichak yo'l muammolari bo'lmagan hollarda eng xavfsizi bu ibuprofen 400. Deyarli har qanday og'riq qoldiradigan dorilar och qoringa ichilmaydi. Buni yodingizda tuting. Tish olingandan keyin 1 sutka davomida sovuq kompress qilsa bo'ladi. Sovuq kompress qanaqa qilinadi? Yarim soatlik seans, 2 minut qo'yib, 2 minut dam olib, 2 minut qo'yib, 2 minut dam olib, ana shu yarim soatlik seansni har 2 soatda qilsa bo'ladi. Bu muolaja, ya'ni sovuq kompress faqat birinchi sutkada tavsiya qilinadi. Undan keyin foydasi yo'q. Buni asosiy maqsadi murakkab jarrohlik muolajalaridan keyin shishni oldini olish. Tabiiyki, tish olingan sohada ovqat chaynamaysiz. Ovqat chaynash tavsiya ham qilinmaydi. Tishlarni yuzasi chaynab xizmat qilayotgan, ya'ni siz chaynaydigan tarafingizdagi tishlaringiz odatda toza turadi. Nimaga? Chunki tishlarning yuzasi yangi ovqat porsiyasi bilan o'z-o'zini tozalaydi. Siz tish olingandan keyin o'sha sohada ovqatlanmaganingiz tufayli o'sha tarafingiz, masalan, chap tarafingizda tish olindi, o'sha tarafingizda ovqatlanmayapsiz, faqat o'ng tarafingizda chaynayapsiz. Chap tarafingizda qarashlar, ovqat qoldiqlari tish yuzasida juda ham ko'p bo'lib yig'ilishni boshlaydi. Aynan shu sababdan o'sha tarafni tozaroq sinchkovlik bilan yaxshiroq tozalash tavsiya qilinadi. Aks holda shu tarafda ovqat qoldiqlarida rivojlangan bakteriyalar tufayli yallig'lanish kuzatilishi mumkin. Hosil bo'lgan qon laxtagi juda ham nozik bo'lgani tufayli tish olingan kuni og'iz chayilmaydi. Og'iz chayish ertasi kundan boshlanadi va eng kamida har ovqat qabul qilingandan keyin tishlar yuvilib, undan keyin antiseptiklar bilan, tuzli namakob suv bilan emas yoki boshqa narsa bilan emas, aynan antiseptiklar bilan, bu furatsilin, bu laraben, eludril, og'iz bo'shlig'i uchun shirokiy spektr bakteriyalarga qarshi vositalar bilan chayiladi. Kamida har ovqatdan keyin eng zo'r varianti bu 6-7 mahal kuniga. Tish olingandan keyin asoratlarni oldini olish uchun ushbu tavsiyalarga har bir tishini oldirgan inson amal qilishi kerak. Ushbu videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab oling. Foydali ma'lumotlar uchun sahifamga obuna bo'ling.